deb yiqinga qani. Unimi odam degili bo'lamdi. Sochi janoblari. Odam degili 6 yil burun limfa o'smasi deb diagnoz qo'yilgan edim. Bu hayvon menga yuqori baliq dorisini yegizdi. Yana tag'i bir mo'j pulga yig'in sanjitdi. O mening pulimning hammasini aldab ketdi. O degan mening ter to'k topgan pulim tursa, deb baqinga. O mening kun bo'yi pishqirimiz siqda bolqini urib yurib topgan pulim tursa, shuncha pul bilan jastimni o'zdiman deb yiqqan tursam, mening keyin cho'ng doktorlarga berib ondan saqlashimga ular guvoh bo'lalaydi. Bu ablah meni yana uningga yana 10 ming yuan qarzdaydi. Bu odamni yartivi qistig'anlik emasmi? Ulan mushunda qalg'i tushib qasimi? Yana ularni qon tarbadiligiga kelgan pulni aldabsan. Acaba vicdaning azroqmi og'rimadimi? Ular aldirash, oldinda tizilib yodurganda. Daftarga yezib qo'ygan, ha? Bugünkidek qilmagan edi. Vijdon to'g'risi so'zlaydigan ish bo'lsa, faqat birli sabab bor. Men o'zimga yuz kelmayman. Leon, pulimni qaytarib ber. O pulni men tavutimga ishiltidiganga yig'ib qo'ygan. Bundaq nomussizlik qilsang bo'lmaydi. Men nomussizmikan? Javobkor, kayfiyatingizni kontrol qiling. Shundaq, men nomussiz. Men mussiz bo'lg'achqa sizlarning haqiqiy ati bashiranlarni to'nib yetamabdiman. Odamning qalbini tushunmak tasga. Yanga, ayinchada shifoxonamning oldiga kelib, sizni bosh urib mendan doğru talab qilgan vaqtingizda nimalarni deganingizni esingizda bordi? Yana senmi bor? Yoshavan. Sen limfa rakining oxirgi bosqichini berib qolib ekansan. Cho'ng doktorxonalarga berib tashritim deysan. Bilishimcha, g'arb tibobida texi oxirgi bosqichni berib qolgan limfa rakini davolab saqlayotganlar ko'rinmadi-ku deyman. Men bo'lmagan bo'lsam, sen bugungacha yashayolmading. Sizlarga nima bo'ldi? Men sizlarning jininglarni qutqizib qolgan tursam, bu qilganinglar faqat adil bo'lmadi. Bu men qilingan adolatsizlik. G'arb tibobida haqiqatan limfa rakining oxirgi bosqichini davolab saqlaydiganlar ko'rilmadi. Biroq bu uning kesilini sening davolab saqlayotganligini bildirmaydi. Uning immunitet sistemasining kesilini yengan bo'lish ehtimolligi bor. To'g'ri. Shuni deyman. Qanday gap bu? Rost deyman. Tinish. Hozir hukm e'lon qilamiz. Javobkor Leon doktorlik salohiyat kinishkisi olmagan ahvol ostida 10 yil qonunsiz shifoxona ichib, og'ir ta'sir paydo qilgan. Qonunsiz tapovitining so'misi ziyoda ko'p bo'lg'achqa 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 20 yil. Voy taqdirning ko'zi bor ekan. Buni qaytarmasa ham bo'ldigan bo'ldi. Javobkor Leon, norozilik arzi sunapsan. Men qo'ylamas. Men norozilik arzi sunaman. Meni qo'ytinglar. Men arz sunaman. Meni qo'yinglar. Soat vaqtincha to'xtatildi. Men qo'ylamas. Bu adil bo'lmadi. Yaxshi, sochi janoblari yaxshi hukm chiqadi. Buningga o'xshash puldan boshqani tonimaydigan hayvonlarni menga turmak soltib etish kerak. Bo'ldi. Leon, yana nochlik qila olamsan? Yomon bo'lsang, yana nochlik qilmamsan. Nima degan kulkilik? Xotin, meni qo'rqitma xotin, sana nima bo'ldi? Xotin! Leon, xotinimga nima bo'ldi? Ha? Ishkinglar degan edim-ku. O menga tiqilmas bo'lib baqqan. Bak hayajonlansa bo'lmaydi. Leon, ortiq gap qilmay bo'ldi, tez kelib xotinimni qutuldirib olgin, tez bo'l. Meni undaq karomatim yo'q. Men degan doktorlik salohiyat guvohnomasi yo'q bir yalanyoq doktor. Voy, bunda qo'rq gapni qilmasang-chi. Oldin ketdim, bir yingni bilan uni saqaytqanding-ku. Endi e'tirof qilyapsan. Ha? Sanjigan yingning foydasi bo'lmadi deb aytmamsan. Cho'ng doktorxona qapa. Voy, Leon bo'ldi, o'tinib qolay bo'ladi deyishmayli. Tez kelib yangani qutuldirib olgan bo'lamdi. Haddim emas. Sen. Tag'a, uni chaqirmang. Mutaxassis doktorimiz bu yerda tursa, u ko'rib baqson. Sen professor o'tinib qolay, xotinimni qutuldirib bilan tez bo'ling. Ma'qul, xotirjam bo'ling. Malla bo'lsam, ayolingizga hech ish bo'lmaydi. Ma'qul. Xotin.
Sochi janoblari, bemor shiko'p qopti. Darhol jiddiy qutqizish uyiga olib borishimiz kerak. Filmning to'liq qismini ko'z saloniga 60 raqamini yo'llab turing. Qo'shirimiz. Xotin. Foydasi yo'q. Uning kesilini faqat mali davolay olayman. Liyong, sen qanchalik nimitang? O'zingni hisob tevib jalab qoldingmi? Doktorxonamizga shuncha ko'p ilg'or uskunlar, shuncha ko'p mutaxassislar. Sening shu eski nashtal yinglanga tang bo'lamam ekan. Ishonmasang, meningmi boshqa gapim yo'q. Hey. Sen doktor. Qandaq bo'ldi? Bemorda og'ir darajada ming tiqilmasi bor ekan. Yana kelib mingizda qon uyib qopti. Yana kelib uyib qolgan qonning miqdori sal ko'pkan. Shunga qutqizishning hojati qolmadi. Qandaqsiga bundaq bo'ladi? Sun doktor, men sot maydonida odamni doktorxonamda qutqizib bo'ldi deb maydonga urgan tursam, navbat bu odam doktorxonada o'lib qolsa, doktorxonamizning ilgirgi tirichanligining hammasi yo'q chiqadi. Qandaq amal qilishingizdan qat'iy nazar, bu odamni cho'qim davolab saqayting. Undaqda ming so'nkini etish operatsiyasi qilishdan boshqa amal yo'q. Biroq uning hozirgi ahvolda mingisini ochgan taqdirda hayot qilishida faqat 20% umid bor. Undaqda danga, endi qanday qilaman? Siz chiqib turing. Aras. Sot maydonida Liyong davolab saqayta olmayman dedi-ku. Uni chaqirib kelaylik. Navodi saqaytamasa, mas'uliyatni uningga ishtirib qo'ya olamiz. Yaxshi, bo'ladigan amal ekan. Jon xo'jayin. Hozir hammadan ansiraydiganim, baya Liyongga shundaq askalik qildik. U ayolimning kesilini davolashga qo'shilarmi? Sencho, bundan ansirma. Kayfiyatini turaqlashtirib, sal turib Liyongni ko'rgan hamon oldida tizilib yig'la. Qancha ichini yig'ilsang shuncha yaxshi. U bek bag'ri yumshoq odam. Vaqt kelganda senga cho'qim ma'qul bo'ladi, ha? Le doktor, xotinim bo'lamay qoldi. O'tinib qolay, menga yordam qiling. Uni qutqizib eling, sizdan o'tinib qolay. Oldingizda tizlanayli doktor, o'tinib qolay. Xotinimni qutuldirib eling bo'lamdi. Yangamni doktorxonaga olib borgan edinglar. Ya'ni mendek yaloyoq doktordan yordam so'rab kelibsizlar. Voy, sizning amalingiz bor. Uning kesilini faqat siz saqayta olasiz. U doktorxonadagilar davolay olmaydi ekan. Xotinim hozirmi hushsiz yotadi. Boya sot maydonida undaq demagansan-ku. Men nomussizganman. Eg'zimga kelganda jo'ylibdiman. Le doktor, le xislatga tevib, uni qutuldirib eling. Jon saqchi, oldingizmi? Bu mumkinmi? Qani ayta. Meni nemish qilib bosh qilding? Meni nemish sotga arz qilsa? Nemish qilib sotda yolg'on guvohlik bersa? Javgan san pul berdi, shundaqmi? Qanchalik pul berdi? 5000 yuan bergan. O'lguri qari, men qachon senga pul berdim, ha? Isboting yo'q turib, qalaymiqan so'z dema. Telefonim menga. Filmning to'liq qismini ko'z saloniga 60 raqamini yo'llab turing. Pul urganlik hisoboti. Mana bu yer ekan. Yana e'tirof qilmamsan, jon saqchi sizim ko'rib beqing. Sizlar yolg'on guvohlik berishga petindinglarmi? Buning jinoiy javobgarlikka surishtirilganligini bilmamsizlar? Meni bunday qilishga Javgan majburdigan. To'g'ri. Javgan bizni shunday qilishga majburdigan. Tutadigan ish bo'lsa, avval uni tutinglar. 5000 yuanga meni setib ha? Men sizlarning jininglarni qutqizgan edim-ku. Sening xotiningning jinini qutuldirib olgan edim. Menga mushundaq muomala qilsanglar, odil bo'lamda. Xotiningning jini faqat 5000 yuanga arziydi ekan, shundaqmi? Men paskash. Men nomussiz. Men odam emas. Men bir hayvon. Qandaqli bo'lsin xotinimni qutuldirib olgan bo'lamdi, ha? Yangamni qutuldirib olgan bor edi. Biroq sotdagi gaplarni senmi anlading? Men 20 yil kesildim. Qanday davolayman? Ajiba kesilgan vaqtimni oz ko'ryotamsan? Jon saqchi, bir amal qilsangiz-ku. Liyongni xotinimni qutuldirib olishga bir amal tepib bering. Liyong, uni xotinini davolab saqaytarsanglar, seni qilmishing aldamchilik emas, balki haqiqiy jon qutqizish bo'lib hisoblandi. Sud mahkamasiga bu delo qayta qarab chiqishga iltimos sunaman. Gapingiz rostmi?
Canğa taqıladigan ishqa hargiz chaqchaq qilmayman. Ma'qul. Әмсі мен yana bir qitim sinab boqay. Filmning to'liq qismini ko'z saloniga 60 raqamini yo'llab bering. Tazımı bir. Doktor hanımızga tushunishga doktorlar amal qilmagan kasalga o 90% ishonchim bor deyotdi. Qarasam, u bir aldamchilik qiladi. Endi qanday qilasan-kin? Bir ko'rib boqay. Ne doktor? Tez uni qutuldirib bilang. Tez qutuldirib bilang. Munosabatsiz odamlar chiqib ketsin. Uni qanday usulda davolay deyapsiz? Mangini aytish operatsiyasi qilamsiz? Hojatsiz. Undaqda yurak so'qishini qanday qilasiz? Uning yuragi to'xtab qolg'ilyapti. Deq to'xtamadi o. Adını aldım bering. Endi yangi sanjib davolayman. Akilam. Yurak so'qishi qon bosimi asli keldi. U hayot qoldi. U hayot qoldi. Bu rostla mo'jiza. Mo'jiza. Mağınsadaki qanның besimini tövellettim. Hazır toslab qalgan qan tomirlari ichirdi. Saltir bo'shliq keladi. Rostla xislat ichibkansiz qoyil bo'ldim. Qoyil bo'ldim. Bo'ldi qiling ha. Ha? Tek boy sotda men aldamchi davatmamdingiz, shundaq-ku. Bu bilimsizkanman. Rostla bilimsizkanman. Bilimsiz odam, yolg'iz sizlarmiz. Filmning to'liq qismini ko'z saloniga 60 raqamini yo'llab bering. Ne doktor? Xotinim qanaqroq? Qutquz o'lindi. Saltir bo'shliq keladi. Ne doktor? Xotinim ikkimiz bu yaxshiligingizni umr bo'yi unutib qolmaymiz. Jon saqchi. Boyaqi va'dingizni amalga oshira olamsiz. Men texi bemorni to'liq qo'shig'i kelganda ko'midim. Texi bir narsa tegili bo'lmaydi. Ay xotin, oxiri o'shingizga keldingiz, meni bak qo'qitib o'tdingiz.